Paydarpay tumanimizda kangul ekish ishlarini boshlab berdik. Bu kangulini issiqxonaga niholidan kartoshkasidan ekib, ko'kartirib, mana shu holatga kelgandan keyin ko'chat niholidan ekyapmiz. Shu tumanimizdagi maktablarga, mahallalarga yana bepul tarqatib beryapmiz. Bu yil nasib bo'lsa o'tgan yilgiga nisbatan ancha ko'proq hududlarga shu kangulni ekmoqchimiz. Shu kangulni mana shunday yo'l yoqalariga ekilgan joylarida shu tomchilatib sug'orish bizlarda ancha rivojlangan. Shuni mana bu yil ham shu tomchilatib sug'orishda to'liq tashkil qilganmiz. Shu ishlarni davom ettirib kelyapmiz hozirgi kunda.